Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Prezident ijod ixtisoslashtirilgan va tayanch maktablarga onlayn ariza yuborishni ko'rib chiqamiz. Biz birinchi ariza.pima.uz saytiga kirishimiz kerak. Oyna ochilgandan keyin ariza topshirish tugmasini bosamiz. Bu yerga fuqaroning jishiy raqami, ya'ni shaxsiy raqam kiritiladi. Kiritilgandan keyin davom etish tugmasini bosamiz. Bossak bizni shaxsiy ma'lumotlarimiz bu yerda ko'rinadi. Endi bu yerga biz telefon raqam kiritishimiz kerak. Bu yerga esa qo'shimcha telefon raqam kiritilishi kerak. Yuqoridagi raqam bilan bu raqam bir xil bo'lmasligi kerak, boshqa raqam kiritish kerak. Undan keyingi kattakka esa biz parol yozishimiz kerak. Bu parol bilan biz shaxsiy raqam, ya'ni shaxsiy kabinetga kiramiz. U yerda bizni farzandimizni imtihon natijalari, ruxsatnomalari, har xil ma'lumotlar bo'ladi. Shuning uchun parolni eslab qolishimiz kerak yoki biror joyga yozib qo'yganimiz ma'qul. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. So'ng bizga SMS xabar keladi. Shu SMS xabardagi raqamni kiritishimiz kerak. SMS xabardan kelgan kodni kiritamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Bu yerda bizning shaxsiy kabinetimiz yaraldi, ya'ni biz bu saytdan muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdik. Endi farzandimizni qo'shib olishimiz kerak. Farzandimizning ma'lumotlarini kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda biz maktab o'quvchisini tanlaymiz. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma seriyasini tanlaymiz bu yerdan. Demak, bu yerga esa raqamini yozamiz. Bu yerga tug'ilgan kun, oy, yilini yozishimiz kerak. Qidiruv tugmasini bossak, bizning farzandimizning ma'lumotlari chiqadi. Farzandimizni qo'shib oldik. Shundan so'ng davom etish tugmasini bosamiz. Bu yerda biz topshirishimiz mumkin bo'lgan maktablar ro'yxati chiqadi. Demak, biz hozir ijod maktabiga, ya'ni Isoxon Ibrat nomidagi ijod maktabiga hujjat topshirayotganligimiz sababli ijod maktablari bo'limini bosishimiz kerak. Pastga tushamiz, oferta bilan tanishib, roziman va davom etish tugmasini bosamiz. Demak, undan keyin davom etish tugmasini bosiladi. Ta'lim tilini tanlayotganimizda biz demak ingliz tilini tanlaymiz, chunki Isoxon Ibrat nomidagi ijod maktabi ingliz tiliga ixtisoslashtirilganligi sababli ingliz tili bo'limida chiqadi. Va bu yerga belgini qo'yib davom etish tugmasini bosamiz. Bu yerga rasm yuklashimiz kerak. Mobil telefon orqali ro'yxatdan o'tayotganingizda kamerani bossangiz, to'g'ridan-to'g'ri rasmga olish mumkin. Agar kompyuter yordamida kirayotgan bo'lsangiz, unda yuklash tugmasini bosib, bu yerga rasmni yuklashimiz kerak bo'ladi. Rasm tekshiriladi. Shundan so'ng agar talabga javob bersa, demak muvaffaqiyatli o'tadi. Demak, rasmimiz talabga javob berdi, yangi rasm yuklandi. Rasm olayotganda iloji boricha tiniq olish kerak va fonga e'tibor berish kerak. Har xil buyumlar, narsalar bo'lmasligi kerak. Iloji bo'lsa oq yoki ko'k fonda bo'lsa maqsadga muvofiq. Bundan keyin davom etish tugmasini bosamiz. Ma'lumotlarimiz mana yana bir marta tekshirib, so'ng ariza yuborish tugmasini bosish orqali ariza yuboramiz. Demak, bizning arizamiz muvaffaqiyatli qabul qilindi. Bu yerda arizalar bo'limiga o'tib, boshqa maktablar uchun ham yangi ariza yaratishimiz mumkin. Masalan, farzandimizni tanlab yana davom etish tugmasini bosib, ijod maktablariga endi ariza topshira olmaymiz, chunki bitta ijod maktabiga ariza topshirdik. Bir vaqtning o'zida demak, ixtisoslashtirilgan maktablarga ham ariza topshirishimiz mumkin. Davom etish tugmasini bosamiz yoki Mirzo Ulug'bek Muhammad al-Xorazmiy boshqa maktablarga ham shu yo'sinda ariza topshirish mumkin.